Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz xizmatimizni davom etmoqdamiz. Navbatdagi ishimizni Baliqchi tumanida o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rib turibsiz, darvozaxonalari juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Kosmoslarimizdan ham qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki kosmoslar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Agarda musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, darvozaxonalar juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Shapkalari ham shaxmat fasonda bo'lgan va shapkalariga oqon va kri rang va tilla ranglardan ishlatganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana o'rtalari yulduzchalar yopishtirilgan shaxmatlar qo'yilib, sochsiz tarnolarimizdan ham qo'yib berganmiz azizlar. Biz faqat tunkaning kvadratiga pul olamiz azizlar. Joyingizning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va ust muzqatirishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Tarnovni esa faqat metriga hisoblanadi azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, chapkalari ham shaxmat fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, eslatib o'taman, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab amalga oshirilmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz. Mana ko'cha shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'cha shapkalari ham oqon va kri rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Ko'chalarga ham sochsiz tanolarimizdan qo'yib berganmiz. Azizlar, ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz va bu videoni uyga tunuka fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natish esdan chiqmasin. Mana ko'rishingiz mumkin azizlar, burchaklari ham juda ham go'zal holatda keltirilgan.